Biz shunaqa inson bo'lishimiz kerak, чтобы birovlarni мненияsi, gapi bizani trevожить qilishi kerak emas. Hamma o'zini hayoti bilan yashashi kerak. Boshqalarning fikri bilan o'zimizni hayotga qarashimiz kerak emas. Chunki bu hayotda hech kim bilmaydi nima yaxshi men uchun, man также bilmayman nima yaxshi, например, menga yoqmaydigan inson uchun. Birovlarning fikri bilan yashamaslik uchun odam insonchi o'zini hayotida shunchalik band bo'lishi kerakki, чтобы вообще baxtli bo'lmasin. Na samom deyli baxtli, yaxshi yashaydigan inson oilasida mana menga bunaqa bo'ldi, mana menda bu bor, uy oldim, gul olib kelishdi, podarka olib kelishdi. Unaqa bo'lmaydi. Realniy hayot unaqa emas. Meni realniy hayotimda вообще unaqa narsa yo'q. Bu degani meni erim yaxshi ko'rmaydi, hurmat qilmaydi degani emas. Biz просто nastoящий, нормальный hayotda yashaymiz. O'zimizni yashayotgan hayotimizda norma, нормальный hayot. Instagram это фальшивый joy. Birovning hayotiga qarab shunchalik norozi bo'lib ketasizlar, o'zingizlarning hayotingizdan uzoqqa ham bormayman, o'zimnikilar ham shunaqa. Bo'lmanglar norozi, rozi bo'linglar. Yashayotganimizni o'ziga